Hop, o'rtoqlar, keyingi diskamiz bu. Bu diskani to'g'irlash kerak, 100 dan keyin urayotgan ekan. Shuni aybini topib, hozir birgalikda to'g'irlaymiz, Alloh nasib etsa. Mana boshlaydi, birinchi diskani tekshirib olamiz. Nima bo'lgan ekan? Diskani tekshirish uchun qotirdim mana. Buni boshqa diskga qo'yib qo'ydik yoki diska almashib qoldi deganlik uchun diskani artib surib tozalamadim. Shu holda qo'yman. Qani bismillah. Oho. Yaxshigina udarib o'tdi. Udar yaxshigina yetdi bizga. Videoda qanaqa ko'rinyapti bilmadim. Yo'da asha qo'rqinchli bu. Xudo xolasa ashini shu stanogimizda to'g'rilab, cho'tka qilib yana video olib ko'rsataman. Diskamiz ham ichki tarafidan kalta yegan ekan. Yaxshigina udar bo'lgan bunga. To'g'irlab beramiz, xudo xolasa. Video yoqsa bitta like bosib, mana shunaqa diskalarda yurgan odamlarga videoni jo'natib qo'yasizlar. Keyin tuxum vasmerka bo'lgan diskalar tuxumni to'g'irlab bo'lmaydi deyishadi, lekin harakat qilib chiqarib beraman qo'ldan kelgancha. Ustonovkalarni qilib oldim, xudo xolasa, bu yoq to'g'irlash jarayoni bo'ladi. Diskamiz xudo xolasa istonovdan yechildi. O'zingizda ko'rishingiz mumkin, xudo xolasa ideal zo'r chiqdi. Balansировкasi ham xudo xolasa uyaltirib qo'ymaydigan darajada chiqadi. Endi diskamiz yumshab qolmaydimi degan akalarga bitta layfhak bo'ladi buni. Bitta stanovka siqqanda mana izini ko'rishingiz mumkin. Ham yuzini, ham sentrovkasini, ham tuxum joyini qildim. Ichidan ham ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda mana 1, 2, 3-chi etapi mana. Qaberdim. 1, 2, 3-chi etapi mana. Qovurg'alari chiqdi. Mana temir ko'rganinglardek yumshab qolgani yo'q. Tushgan izidan ko'rsanglar bo'ladi. Ko'pchilikda yumshab qoladi shu material. O'shani hisobiga diskga almashishga to'g'ri kelib qoladi. Bizda unaqa emas, xudo xolasa. Ehtiyotini qilib, akkuratni chiqarib beramiz. Kimda diskasi rasmerga tuxum bo'ladigan bo'lsa, o'rtoqlar, aloqaga chiqasizlar, xudo xolasa diskalarni tanaqqalab lava chiqib ketgan bo'ladimi, bu tekis bo'lib, rasmerga bo'ladimi, tuxum bo'ladimi? Ko'p joyda aytadi, tuxumni to'g'irlab bo'lmaydi, tuxumni to'g'irlaydigan stanovga o'zi yo'q deb. Lekin shu diskani ham biz o'zimizga o'xshagan insonlar, odamlar yaratgan. Shuning uchun hamma narsa buni to'g'irlash ham, yaratish ham odamzod qo'lida bo'lgandan keyin to'g'irlash ham odamzodning qo'lida. Imkon qadar qilib beramiz, xudo xolasa qo'ldan kelgancha. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, mana video, xudo xolasa video tagiga nomer yozib qoldirishga harakat qilaman. Aloqaga chiqasizlar. Manzilamiz Yangiyo'l tumani Eski Qovunchi masjidda, masjidi ro'parasida. Arentar o'sha Eski Qovunchi masjidda. Mabodoga agar Yangiyo'llik akalar bo'ladigan bo'lsa, bemalol topib kelisha oladi degan maqsadda Arentar aytolman. Video yoqqan bo'lsa bitta like bosib, Hashtag diskada yuradigan odamlarga videoni jo'natib qo'ysanglar, xudo xolasa sizlar uchun yaxshi video chiqaraveraman.
sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Boringlarga shukr.